Labo 2026 yangi avlod avtomobili bo'lib, u o'z segmentida juda ko'p e'tibor qozonmoqda va bugun siz ushbu modelning barcha asosiy xususiyatlari, imkoniyatlari va texnik ko'rsatkichlari bilan yaqindan tanishasiz. Bu avtomobil zamonaviy dizayn, qulaylik va amaliy funksiyalarni mukammal tarzda uyg'unlashtirgan bo'lib, shaharda va ochiq yo'llarda foydalanuvchilarga qulay boshqaruv va yuqori samaradorlikni taklif etadi. 2026 Labo tashqi ko'rinishi bilan juda jozibali bo'lib, uning silliq chiziqlari, chiroyli faralari va aerodinamik shakli yo'lda barqarorlikni oshiradi va yo'l harakati tajribasini yanada yoqimli qiladi. Kichik o'lchamlari uni shaharda harakatlanish uchun juda mos qiladi va tor joylarda to'xtashni ancha osonlashtiradi. Ichki makon keng, funksional va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. O'rindiqlar ergonomik shakllangan va yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham charchoqni sezilarli darajada kamaytiradi. Salonda joylashgan sensorli ekran orqali media tizimni boshqarish juda oson va intuitiv bo'lib, Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari bilan ishlaydi. Bu sizning smartfoningizni osongina ulash va sevimli kontentingizni tinglash imkonini beradi. Konditsioner tizimi istalgan ob-havo sharoitida salonda qulay haroratni saqlaydi va sportlar qurilmalarini zaryadlash uchun qulaylik tug'diradi. 2026 Labo dvigateli samarali, past yoqilg'i sarfi va silliq ishlash bilan ajralib turadi. Shahar tirbandliklarida ham ochiq yo'llarda ham bu model barqaror va yoqimli haydashni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi haydovchiga tezlikni silliq o'zgartirish imkonini beradi va yo'l sharoitiga tez moslashadi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutib yo'l bo'ylab barqarorlikni ta'minlaydi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Xavfsizlik jihatidan Labo 2026 ABS barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari kabi ko'plab elementlar bilan jihozlangan bo'lib, yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Orqa kamera va parkovka sensorlari tor joylarda to'xtashni juda osonlashtiradi va haydovchiga ko'mak beradi. Bagaj bo'limi yetarlicha katta bo'lib, kundalik xaridlar yoki sayohat asboblarini bemalol sig'dira oladi va orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini kengaytirish mumkin. Videoni tomosha qilar ekansiz, barcha funksiyalarni diqqat bilan o'rganing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida eng so'nggi sharhlar va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni yozing va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat tomoshabinlar, sizga har doim ishonchli ma'lumotlar bilan xizmat qilamiz va sizni kanalimizda ko'rishdan mamnunmiz.